Qaynanam bugun bizni ertalabda aylanishga yubordi. Oilaviy o'zlaring aylanib kelinglar dedi. Bugun qizim tug'ilgan kuni edi. Qizim 2 yoshga to'lgani uchun bugun o'zimiz aylanib, keyin bozorlik qilib keldik. Qaynanam bizga kunimizcha o'zi ovqat qilib qo'ygan ekan, osh qilib qo'ygan ekan o'zi. Menga faqat sen dasturxon yozib salatlarni qilsang bo'ldi dedi. Shunga o'zim shunaqa salat qilib oldim. Uyda bor narsadan shunaqa yarim buqanqa yelinmay qolgan turgan ekan. O'shandayam ish qilib bir nima salat qilib yubordim, lekin nomini bilmayman, mayonezli salat bo'ldi. Bu salatni internetda ko'rganman, o'zim qilib ko'rdim. Birinchi marta qildim. Bu salat voобще zo'r ekan. Shunaqa qilib dasturxonimizga yozib oldik. Bu yerda esa qizim menga idishlarni yuvishga yordamlashib, o'zi keyin charchab uxlab qolgan. 2 yoshli qizim bu.